Raqamlarga e'tibor qaratsak, so'nggi 9 yilda 1,5 mingdan ziyod mahallada 1774 ta zamonaviy sport maydonchasi qurilgan. Joylarda 200 dan ziyod yirik sport inshootlari, 4000 ga yaqin xususiy sport klublari ish boshlagani, sport bilan professional tarzda shug'ullanadigan yoshlar soni 2 karra oshishiga, Olimpiya terma jamoalarimiz sportchilari 2 barobar, Paralimpiya bo'yicha 3 barobar ko'payishiga zamin yaratilgan. Yangibozor tumanidagi 33-sonli umumiy ta'lim maktabida ham sportga qiziqishi baland yoshlar qo'llab-quvvatlanmoqda. Shunga ko'ra, ta'lim sohasi bilan bir qatorda sportga ham keng imkoniyatlar yaratilgan. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugun yoshlarimiz jahon arenalarida ham nimalarga qodir ekanliklarini namoyon etishmoqda. Aynan jahon reytingida Nodirbek Abdusattorov 4-o'rinda, Javohir Sindorov esa 5-o'rinni qayd etib turibdi. Ana mana shunday reytinglarda yoshlarimizni yuqori nuqtalarda turishi ham nimalarga qodir ekanliklarini isbotlab turibdi. Aynan bugungi yoshimiz Behruzbek ham mana shunday akalariga havas qiladi. Shunday emasmi? Men 9 yoshimdan beri shaxmat bilan shug'ullanaman. Shaxmatga kirib kelishimga asosiy sababchi bo'lgan bu bobom hisoblanadi. Bobom meni shaxmat to'garaklarga olib borib, shaxmat bilan shug'ullantiradi. Hozirgi kunga kelib, Xorazm viloyatida o'z yosh toifam bo'yicha 5 karra viloyat chempioni hisoblanaman va respublika bosqichlarida ham yuqori natijalar qayd etib kelyapman. Aynan mana shu shaxmat sport turi bilan shug'ullanish yoshlarga qanchalik foydali? Bolalarni ongini, aqliy qobiliyatini rivojlantiradi. Kelgusida Javohir Sindorov, Nodirbek Abdusattorov kabi jahon reytingida yuqori pog'onalarda yurishni oldimga maqsad qilib qo'yganman va jahon tojini O'zbekistonga olib kelishga harakat qilaman. Maktabimizda shaxmatxona tashkil qilingani biz uchun bu ancha foydali bo'lyapti, chunki maktabda bo'sh paytlarimiz do'stlarimiz bilan kelib shaxmat bilan shug'ullanib kelyapmiz. Mahoratimizni oshirishga imkoniyat yaratadi. Oddiy maktab, lekin hamma sharoitlar bor. Buning uchun prezidentimizga kattakon rahmat aytamiz. Mazkur ta'lim maskani oddiy ta'lim muassasasi bo'lishiga qaramasdan bu yerda ham yoshlarga sport bilan mashg'ulotlar olib borishlari uchun barcha sharoitlar, imkoniyatlar yaratilgan. Mana shu maydoncha tashabbusli byudjet loyihasi doirasida amalga oshirilgan tashabbuslardan biri hisoblanadi va e'tiborli tomoni bu o'z navbatda haqiqiy ma'noda mahalladagi yoshlarni seleksiya qilish orqali chempionlar yetishib chiqishiga ham zamin yaratmoqda. Aynan siz ham bugungi kunda Osiyo chempionisiz. Mana shu milliy kurashimizni rivojlanishi yo'lida olib borilayotgan islohotlarni qanday baholaysiz? Qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti masalan? Mana hozir bemalol sport bilan shug'ullanamiz deysizmi yoki ilm olaman deysizmi? Barcha yo'llar yoshlar uchun ochiq, shunday emasmi? Sharoitlar o'zgargan, zo'r, imkoniyatlar yaxshi, sportdagi natijalar ham yaxshi. Jahon chempioni bo'lishga harakat qilyapman. Men 2025-yil avgust oyida Koreya davlati Gvasang shahrida Osiyo chempionatida qatnashdim. O'sha musobaqada raqiblarim yengib chiqib va O'zbekiston bayrog'ini balandlarga ko'tardim. Men O'zbekiston madhiyasi yangilangandan keyin davlatimizdagi va prezidentimizning berilgan sharoitini oqladim va kelgusi ishtirokimda jahon chempioni bo'lishga va'da beraman. Maktab o'quvchilari kurash mahorat maktabi bilan hamkorlikda sportning milliy kurash turi bo'yicha to'garaklarda faol ishtirok etishadi. Hozirgacha mazkur to'garaklarda yuzlab yoshlar qamrab olingan. Quvonarlisi, unda faol qizlarni ham uchratish mumkin. Shu maktabning 7-sinf o'quvchisiman. Hozirda kurash sport turi bilan 2 yildan beri shug'ullanib kelyapman. Hozirda natijalarim O'zbekiston chempioniman. Maktabimizda biz uchun hamma sharoitlar yaratilgan. To'garaklarda faol ishtirok qilamiz. Bo'sh vaqtlarimizda kitoblar o'qib turamiz. To'garaklar, musobaqalarga tayyorlanamiz. Qizlarim bugun yigitlardek sportda juda ham faol va yaxshi natijalarga erishyapti. Teoriya Keldiyor va Olimpiada chempioni bo'lganman. Ham shularga havas qilaman. Kelajakda men ham Olimpiada chempioni bo'lishga harakat qilyapman. O'zbekiston bayrog'ini yuqori cho'qqilarga ko'tarishga va'da beraman.
Endilikda mahalla, maktab, sport muassasasi federatsiya zanjiri asosida aholini sportga jalb qilish va seleksiya bo'yicha yangicha yondashuv joriy qilinadi. Mutasaddilarga 9000 ta mahallani 26 ta federatsiya rahbarlariga bog'lab, maktablardagi to'garaklarni zarur sport anjomlari bilan jihozlash topshirildi. E'tiborlisi, mazkur ta'lim muassasasida ham bu tajriba allaqachon o'zini oqladi. Ayni jarayonda ham maktab o'quvchilari o'rtasida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida maktab ligasi sport musobaqalari uchun tayyorgarliklar olib borilmoqda. Mamlakatimizda nafaqat yoshlarni sportga jalb etish, balki ekologiya rivojida ham katta tashabbuslar ilgari surilmoqda. Masalan, bu yil Men ham ko'chat ekaman tashabbusi doirasida 75 million tubdan ziyod daraxt va buta ko'chati ekildi. Prezidentimiz imzolagan yangi farmonga ko'ra, O'zbekiston 2030-yilga qadar umumiy yashillik darajasi 30% ga, jon boshiga to'g'ri keladigan yashil hududlar 10 kvadrat metrga yetkazish bo'yicha katta marra olindi. Buning uchun Xorazmda 85 ming gektar cho'l hududida yangi o'rmonzorlar yaratiladi. Allaqachon ta'lim muassasalari ham yangi tashabbuslar bilan bu jarayonda faol ishtirok etishmoqda. Aynan mana shu kabi ko'chatni yerga o'tkazish bu ekologiya uchun har tomonlama foydali desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Yashil makon loyihasi doirasidagi tadbirlar bugun barcha uchun ommalashib bormoqda. E'tiborli tomon faqat korxona tashkilotlari emas, balki hattoki ta'lim muassasalarida ham mana shu tashabbus qo'llab-quvvatlanmoqda. Aynan mana yashillikni ko'ryapmiz. Bu menimcha bir yilda shakllangan muhit emas, balki yillar mobaynida erishilgan natija, shunday emasmi? To'g'ri. Maktabimiz 2020-yil oktyabr oyida o'z faoliyatini boshlagan bo'lsa, biz 2021-yil bahor kelishi bilan mana shu maktabimizning 2,5 gektar yeriga mevali, manzarali hamda gul ko'chatlarini ekkanmiz. Hozirgi kunda 3000 dan ziyod mana shu yerda mevali, manzarali gul ko'chatlari bor. O'zim gulga juda ham qiziqaman. Ko'rib turganingizdek, sal vaqtdan keyin kelsangiz, mana shu atirgul ko'chatlarimiz shunday chiroyli bo'lib ochilib, bahri dilingiz ochiladi. Mana bugun ham maktabimizdan shu yashil makon loyihasi asosida hozir gul ko'chatlarini ekib turibmiz. Mana ustozlar bilan, o'quvchilar bilan. Demak, bu yashillik nima degani? Avvalambor bu sog'liq degani, bu ko'rkamlik degani, bu obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish degani. Mana ko'rib turibsiz, o'zingiz guvoh bo'lib, hamma yerimiz yashillikka burkangan. Kelgan mehmonlarimiz ham bahri dili ochiladi. O'zim juda ham qiziqaman, jamoamiz ham qiziqadi. Mana shu maktabimizda yoshlar bog'i, ustozlar bog'lari tashkil qilingan. Mana oldingi yildan boshlab mana shu mevali daraxtlarimiz mevaga o'tirdi va mana shu mevalarni biz sotib, o'zimizning maktabimizning maxsus hisob raqamiga o'tkazib, maktabimizga kerakli bo'lgan jihozlarni olib kelyapmiz. Demak, mana shunday tashabbuslarni ilgari surish bu bevosita maktab iqtisodiyotiga ham yaxshi hissa qo'shmoqda. Juda ham to'g'ri, chunki agar mana shunday bog'lar bo'lsa, bu maktabga koni foyda deb o'ylayman. O'zim ham yaqinda shu maktabdan anchagina yerni ajratib, o'zim har yili xrizantema gulini sotib olib ekar edim. Bu yil o'zim mana shuni ko'chatini ekib, plantatsiyasini yaratmoqchiman. Mana shu o'zim rejalashtirilgan shu kichkina yerga plantatsiyaga gullarni ekadigan bo'lsam, birinchidan avvalambor o'zim maktabimni mana shu xrizantema guli bilan ta'minlayman. Qolaversa, qo'shni maktablarga ham buni yetishtirib berish imkoniyati tug'iladi. Ana shunday ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Har yili davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan yashil makon umumiy loyihasi doirasida 200 million tub ko'chat ekilmoqda. Shunga ko'ra, o'tgan qisqa davrda respublikada yashillik darajasi 8% dan 14,2% ga oshdi. Albatta, mazkur tashkil etilayotgan bog'lar yanada atmosfera havosini yaxshilanishiga zamin yaratadi. Bugun kichik ko'ringan harakat ertaga katta tashabbusga aylanishi aniq. Shunday ekan, barchamiz ekologiyaga oqilona munosabatda bo'lishimiz lozim.